keyin boraman, keyin imkoniyat bo'lsa, keyin vaqtim bo'lsa. Balki siz ham o'zingizga shu so'zlarni ko'p aytgandirsiz. Lekin hayot keyinni kutmaydi. Qalbingizdagi safar orzusi ham bejizga paydo bo'lmagan. Yaratgan har bir bandasining qalbiga istaganini soladi. Agar qalbingiz muqaddas diyorni sog'inib turgan bo'lsa, bu chaqiriqni yana ortga surmang. Chunki ba'zan keyin degan birgina so'z yillarga cho'zilib ketadi. Kunlar o'tadi, fasllar almashadi, ammo orzu yana o'sha joyda qolaveradi. Balkim aynan bugun siz uchun eng munosib vaqtdir. Bir qadam tashlang. Qolganini Alloh osonlashtiradi. Muqaddas safar sizni kutmoqda. Balki bu safar hayotingizdagi eng chiroyli burilish bo'lar.